Bugungi global inqirozlar, davlatlararo munosabatlarda ishonchsizlik muhitida Turkiy dunyo bir yechim sifatida, bir namuna sifatida dunyo siyosatida o'z o'rniga ega bo'lib bormoqda. Bevosita O'zbekiston 2019-yilda ushbu tashkilotga a'zo bo'lgandan keyin yaqqol sezila boshladi. Turkiy dunyoning asosiy mintaqasi hisoblangan Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlik va hamkorlik muhitini yaratilishida bevosita O'zbekiston prezidentining tashabbuslari va siyosiy irodasi muhim o'ringa ega bo'ldi. Tashkilot sammitida Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'an hamda Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov tomonidan ushbu masalaga alohida ta'kidlanishi bejiz emas. Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlik hamda hamkorlik muhitini shakllanishi Turkiy davlatlar tashkilotini transformatsiya bo'lishi va dunyo siyosatida o'z o'rniga ega bo'lgan bir siyosiy kuch sifatida shakllanishida juda muhim ahamiyatga ega. Bugun dunyoda 250 milliard dollarga yaqin bo'lgan umumiy bozorga ega bo'lgan organik qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda davlat rahbari tomonidan umuman Turkiy davlatlarning yagona brendini tashkil qilish kabi masala yoki bo'lmasa mana Markaziy Osiyo mintaqasi uchun juda muhim hisoblangan transport infratuzilmasini rivojlantirish maqsadida O'zbekiston prezidentining tashabbuslari mintaqani dunyo savdo yo'llarida to'g'ri o'rnini topishi uchun muhim bo'lgan taklif. O'zbekiston, Qirg'iziston hamda Xitoy koridorini Trans-Afg'on koridori bilan birlashtirgan holda umumiy bozorni yaratish bo'yicha juda muhim takliflar ilgari surildi. Turkiy davlatlar juda katta iqtisodiy potensialga ega. Buni agar biz umumiy manfaatlar nuqtai nazaridan birlashtira oladigan bo'lsak, bu juda katta bir iqtisodiy imkoniyatlarga aylanishi mumkin. Aynan shu nuqtai nazardan O'zbekiston prezidentining sanoat alyansini tashkil etish, bu davlatlarni, ya'ni Turkiy dunyo davlatlarini iqtisodiy rivojlanishdagi katta imkoniyatlarni birlashtirgan holda dunyo bozorida o'z o'rnini umumiy manfaatlarga birlashgan holda yaratish kabi taklifi juda ham muhim taklif hisoblanadi.